Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonga, shu jumladan O'zbekistonning ko'p sohalar kabi suv xo'jalik sohasiga ham juda katta mablag'lar ajratadi. Oxirgi 10 yil, 15 yilni eslasam, ham Buxoro irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasiga qaraydigan, Buxoro, Navoiy viloyatlarini suv bilan ta'minlaydigan qator nasos stansiyalar, ham Buxoro 1, ham Buxoro 2, Qiziltepa, Tozako'l nasos stansiyalarini to'liq rekonstruksiya qilindi. Bu uchun loyiha qiymati jami $400 million bo'lsa, shundan Osiyo taraqqiyot banki $220 million va Yaponiya JICA $100 million miqdorida mablag'lar ajratildi va juda katta yirik nasos stansiyalarimiz rekonstruksiya qilindi. Juda ko'p miqdorda elektr energiya, suv resurslari tejalyapti. Shuningdek, yerlarni meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo yerlarni meliorativ holatini yaxshilash, meliorativ texnikalar olish bo'yicha juda katta miqdorda Osiyo taraqqiyot bankidan yordam ajratilgan. Muzang nasos stansiyalarini rekonstruksiya qilishga $112 million loyihani amalga oshirdik. Hozirgi kunda biz mana shu iqlim o'zgarishi tufayli mana shu suv resurslarini boshqarish loyihamiz bor. Shu loyiha Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo, Qoraqalpog'iston Respublikasi qamrab olgan. Bu 22-29 yillarga mo'ljallangan loyiha deyarli yarmi amalga oshirilib bo'ldi. Bu loyiha $180 million tashkil etsa, shundan $150 million Osiyo taraqqiyot banki ajratyapti. Va kelgusida ham biz yana katta loyihalarni amalga oshiryapmiz. Bunda birinchi navbatda biz suv tejovish texnologiyalari, sug'orish tarmoqlarini betonlashtirishga urg'u qaratayotgan bo'lsak, mana yana bitta loyiha bu demak Qashqadaryo viloyatida Ayaqchi suv ombori, Surxondaryo viloyatida Obizarang suv omborini qurish loyihasi. Bu Osiyo taraqqiyot bankida ham birinchi marta suv omborlarini qurishga mablag' ajratyapti. O'zbekistonning tajribasi ham birinchi marta. Prezidentimizning sa'y harakatlari bilan mana shunday anjumanlar o'tishi, respublikamizga xalqaro moliya institutlarining imtiyozli kreditlarni berishi, juda ko'p miqdorda grantlar ajratilyapti. Bu albatta xalqimizni, qolaversa butun davlatimizni rivojlanishiga juda katta ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy manfaat keltiradi.